Alo. O'rtoq, men keluvdimmi? Ishiging tegida edim. Ha, hozir shundan kurtkam kiysam bo'ldi, tushaman. Ha, bo'ldi, xo'p o'rtoq, xo'p. Bo'pti, xo'p. Ha? Yana qayerga ketyapsiz? Og'aynim Sayfulla kelibdi. Shunda oldiga tushib chiqing. Mana qarang, shu o'rtoqlaringiz fahm farosati bormi o'zi? Qachon qarasa ishdan kelasiz, yana ko'chaga chiqib ketasiz. Qachon bizga menga vaqt ajratasiz o'zi? Nima, sen meni charchamaydi deb o'ylaysanmi? Hozir oldiga tushmasam xafa bo'ladi. Men bilmayman. Chiqolmayman deysizmi, nima deysizdi? Sen ayol kishisan, o'rningni bil. Sendan oldin taniganman ularni. Meni o'rtoqlarim bilan o'rtamizga sovchilik tushirmagan. Tushundingmi? Ketdingmi, og'ayni? Kelin bilan hamma gapinglarni eshitdim, bexosdan. Yo'q, gapim bo'lma o'rtoq. Kelinning gapida jon bor. Sen ham oilangga vaqt ajratishing kerak. Sen ham ular bilan birga bo'lishing kerak. Men bo'lsa unga to'g'anoq bo'lib qolgan ekanman. Shuning uchun o'rtoq, agar noto'g'ri tushunmasang, sizlarniki degani bir kun qolib turing, xotinim bilan aniq ertaga yarashaman. Yo, menga qara, o'zi nima yoshding o'sha qiz bilan? Mana yozishding, xotining safal qildi, uydan haydalib ketding. Mana hozir gastitsaga ham puli yo'q. Uyalmaysanmi o'zing? Menga qara, bir kun davomman o'tpeting kamayib qolmaydi-yu. Men sumkalarimni ham olganman. Qayerga boraman o'zi? Men bilmayman, qayerga borsang bor. Qachon mashinangni yo'q. Benzinim yo'q. Bir kun davomman bilmayman.